Bugungi uchrashuv ishtirokchilari yashil maydonga chiqib kelishdi. Bunyodkor esa oq rangli futbolkalarda to'p suradi. Bugun Bunyodkor aralash tarkib bilan maydonga tushgan. Ifodalab bera oladigan kamsonli ham deyish qiyin. Darvozabonlar ustigida hali ham bor, lekin Konferensiyalar ligasigacha chiqib bordi. O'sha jamoa 4 yil oldin, 2-3 yil oldin Bundesligadan hozir yaxshi vaziyat edi. Andijon klubida porlagan, Lokomotivda o'ynadi. Bunyodkorga keldi bu mavsum va bugun adashmasam birinchi marta boshlang'ich tarkibda harakat qilyapti, lekin zaxiradan odatda Bunyodkor tarkibida doim tushib turadi. Uning mana bu urinishi darvozabon tomonidan bartaraf etildi. Xo'ja va Odil Qamarbekov bundan berdi. Yuqoridan to'p boshirildi, havoda kurash kechdi. Zarba yo'llandi, yana Abdunabiyev. 3 ta jamoani qayd etish kerak. Bunyodkorning hujumi, zarba, darvozabon o'z o'rnida. Yuqoridan zarba ozgina qoldi. Jamoa sardori Iqboljon Malikjonovning bosh bilan yo'llagan mana bu ayyorona zarbasiga aniqlik yetishmadi ozgina. Yaxshi juftlik. Bolalar futbolda yoshlar bilan ishlash bo'yicha Anvar Rahimovda tajriba anchagina. Ashortiyaning zarbasi darvozabon to'pni ushlab oldi. Kelajakda yaxshi murabbiy bo'lib ketish mumkin bo'lgan mutaxassislardan biri. San'at ham hozir hujumda Bunyodkor juda ham kuchli zarba, ozgina noaniq. Darvozaning uzoq burchagi tomon zarba bergan edi. Mana takroran ko'ramiz. Ancha xavfli zarba bo'ldi. Ozgina qoldi. Va albatta futbol fidoyilarini bir necha yil muqaddam hozir zarba, darvozabon o'z o'rnida. O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi bir necha yil oldin butun mamlakat bo'ylab o'zbek futbolini bir asrdan oshganlik yoshini nishonladi va hozir Qo'qon gol urdi. Taymning 45+3-daqiqasida juda ham chiroyli ijro bo'ldi. Jamoa bugun pastda ikkinchi raqamda o'ynayapti, lekin hujumlari xavfli bo'lyapti. Javohir Husanov juda chiroyli tarzda gol urdi. Adashmasam Toshkentda Bunyodkorga qarshi uchrashuvda ham mana shu yigit g'alabani ilib ketgandi. Husanov juda ham kuchli zarba va hisob 1-0. Qo'qon oldinga chiqib oldi. 9-raqam 14-hududdan turib gol urdi. Chap oyog'ida 19-raqam 9-raqamga 19 metrlardan berilgan zarba esa darvoza to'rida. 21da boshlanadi. Husanov zaxira o'yinchilar qatorida qayd etilgan. Olto'rayev goldan ruhlanib oldinga bordi va hozir juda jiddiy yurish bo'ldi o'zi ham. Taym tugadi. Shu hujum bilan foydalana olmadi Jasur, uzr so'rayapti. Jasurga nima yetishmadi? Tezlik bo'ldi, o'tib ketdi, Nurmurodovni ortda qoldirdi. Darvozabon yaxshi to'sdi, yopdi yaqin burchakni, yonidan o'tkazdi, to'p yaxshi bormadi, darvozga to'g'ri bormadi. Tanaffus. Katta hududni bosib o'tdi va pas berdi Husanovga. Va darvozalarni joylashuviga e'tibor qaratilsa, hozir yuqoridan to'p boshirildi va hisob tenglashdi. Barobar Bunyodkor ikkinchi taym boshida muvozanatni tikladi. Ketma-ket hujumlar tashkil etdi va buning natijasida jamoa mezbonlar darvozasini ishg'ol etishga muvaffaq bo'ldi. Bu safar tabriklarni 21-raqamda Nosirjon Abdusalomov qabul qilib olyapti. Bunyodkor mehmonda hisobni tenglashtirdi. Nosirjon Abdusalomov gol urdi. Qanday bo'ldi bu hujum? Yuqoridan mana bu yerda Abdunabiyev Sardor to'pni qaytardi.
Altojiyev chiqib bordi, kech qoldi. Himoyachilar go'yoki bir muddat qotib qoldi. Qarang, himoyachilarning turgan joyiga bu hujumni bartaraf etish mumkin edi, lekin Malikjonov turgan nuqtaga ham emas va mana bu to'sin oldida turgan himoyachi tarafga ham emas. Ularni o'rtasiga to'pni joyladi Abdusalomov. 1-1. Yoshlar bilan ishlash bo'yicha ajoyib mutaxassis. Qarang, hozir nimaga Bunyodkor bilan Qo'qon o'yinda biz kompyuterimizda gol kelishida Husan Yo'lovchi va Akramov Nazarboyev o'yinchisi Hozir Akramov. Hozir esa hujumda Qo'qon zarba ozgina qoldi. Bunyodkor ham daraja bo'yicha asos tarkibini bugun ko'rsatadi. Ular bugun jamoa uchun emas. Shuning uchun muxlislar oldida bugun Qo'qon tushga o'ynayapti. Bunyodkor esa ikkinchi golni urishga juda yaqin keldi. Hozir zarba yo'llandi. Ketdi. Mana bu yerda ham zarba, darvozabon to'pni qaytarib oldi. Yana bir uzatma. Pas. Zarba Abdurahimovdan, darvozabon o'z o'rnida. Futbolchi sifatida faoliyatini yorqinroq o'tkazish uchun omad ham muhim futbolchilarga. Bo'ldi. 1-1 o'yin tugadi. Faqat asosiy vaqt qo'shib berilgan vaqt tugadi. Ekstra taymlar bo'ladi. Endi ekstra taymlarda g'olibni aniqlaymiz. Shunda ham agar durang bo'lsa, penaltilar seriyasiga murojaat etiladi. Akram to'pni oldiroqqa tashlab berdi. Foul bor, to'p Qo'qonda qoldi, hujum davom etyapti. Endi har qanaqasiga yarim soat o'yin ko'ramiz. Gol bo'lsa ham, gollar bo'lsa ham. Bahrom Abdurahimovning zarbasidan noaniq. Bu o'yindan keyin maydonda jang deganim, bu jang faqat yugurish bilan emasda, kurash bo'lyapti demoqchiman. Va golmi? Yo'q. Erkin zarba. Jang degani faqat yuqori sifatli o'yinga beriladigan ta'rif emas. Shunchaki mayli yutqazsak demayapti ikkalasi ham. Kurashib chiqmoqchi. Kuchi yetgancha o'ynayapti. Jarohat jiddiy deb o'ylamayman. Yana bilmadim. Birinchi ekstra time vaqti tugadi. Aziz Omonov kimning o'rniga tushganligini biz ko'rmadik. O'sha hammasi joyida. Yuqoridan to'p oshirildi. To'p maydon tashqarisiga chiqib ketdi. Bo'ldi. Hakam menimcha qo'shib bergan 1 daqiqa ham tugadi. Ekstra taymlarning ikkinchisiga qo'shib berilgan 1 daqiqa nihoyasiga yetdi. Va hushtak chalindi. Asosiy va ekstra taymlarda kuchlar teng keldi. 1-1 hisobi qayd etildi. Endi do'stlar, penaltilar seriyasini birgalikda tomosha qilamiz. Ajoyib uchrashuv. Bu chorak final chiptasi uchun. To'qnashuv va gol urdi. Kachorri, italiyalik futbolchi darvozabonni alday oldi. Darvozabonni ham qarang, kayfiyati yomon emas. Gol o'tkazib ham. Keyingi zarbalarga ham tayyorgarlik ko'ryapti-da. Aldandi. Penaltini amalga oshiradi. Birinchi zarbani golga aylantira olmayapti. Tasrifsizlik qildi Bekjon Jo'raboyev, yosh futbolchi. Aytdim-ku, Abdumalo Abdujalilov kuchli darvozabon. Hozir to'p yo'nalishini topdi. Rasul Yo'ldoshev to'p yonida. Hakam ruxsat berdi, Yo'ldoshev gol urdi. 0-2 seriyada. Yaxshi kadr bo'ldi. Duelda Alisher
Gol urdi. Ishonch bilan to'pni darvoza markaziga joyladi. Himoyachilarda mana shunday sovuqqonlik bo'ladi odatda va Alisher Salimov Mirtojiyevga Qo'qon futbol ishqibozlari, jamoadoshlari butun Qo'qon ishonyapti. Hisobda burilish yasash Amir To'raqulov yosh futbolchi, Chapaqayev futbolchi zarba berdi, gol urdi. Seriyaga Bunyodkor tayyorgarlik bilan kelgan ekan. 3 Qo'qon jamoasida kim boradi to'g'ri? Bahrom Abdurahmonov bor, tajribali o'yinchi. Beshimov bor. O'sha tajribali o'yinchilar bor-da. Sudon G'ofurov. Hisobni qisqartirdi. Topdi darvozabon yo'nalish, lekin qaytara olmadi. Zarba kuchli. Qisqartirdi. Seriyada 2-3 oldinda Bunyodkor 3 tadan zarba berildi. Jo'raboyev ura olmadi, faqat Bekjon Jo'raboyev birinchi zarbada adashdi. Mana futbolchining nigohi o'ng oyog'ida gol urdi. Agar hisobni qisqartira olsa, ya'ni Qo'qon gol ursa, 5-sini tepadi Bunyodkor. Agar Qo'qon ura olmasa, Bunyodkor Baxtiyor Qosimov gol urdi. Ana endi yana imkoni bor Qo'qonni. Bu o'yin tugamadi. Eng so'nggi imkoniyat. Bunyodkordan hozir to'p yoniga boradigan futbolchini, jamoasini chorak finalga qo'lidan ushlab yetaklab o'tish uchun hamma mas'uliyatni o'z o'yiniga olib boradi. Seriyalarda penaltidan unli foydalanib kelgan doim gol ura olmadi, to'p darvoza ustuniga tegib qaytdi va seriya davom etadi. Qo'qon hali boy bermadi. Taqdir qaysi jamoani chorak finalga olib chiqar ekan. Hammasi bu futbolchilarning talantiga, iste'dodiga, mahoratiga bog'liq, darvozabonni mahoratiga deb aytdim. Ha, fikrimda qolaman, lekin penaltini golga aylantira olmadi, yig'lab yubordi. Mana bu o'yinchi foydalansa hisob tenglashadi. Ha, Beshimov gol urdi, to'g'ri-to'g'ri. 5 tadan tepib bo'ldi jamoalar. 5 tadan zarba yo'llandi, hisob to'g'ri-to'g'ri. Jo'raboyev ura olmadi. Jon birinchi zarbani. 6-zarba Bunyodkorda. Darvozabon qutqardi do'stlar. Nimalar bo'lyapti? Qo'qon gol ursa tugaydi o'yin. Ahmadjonov qaytadan tepar ekan. Darvozabon oldinga chiqib ketdi dedi hakam. Bu o'yin muhokamasi bugun tugamaydi. Agar hozir ko'ring, takrorlovkani hal etmasak hozir qani bayrog'ini ko'targanda yo'q ekan. Bitta oyoq qolish kerak-da, chiziqda tepilayotgandan oldinroq tashlanib ulgurmaslik kerak. Chiqib ketdi deb baholandi. Qayta tepiladi. Oldinroq chiqib ketdi va bu safar gol urdi. Bunyodkor vakili. Chiqib ketgan ekan darvozabon. Qoidaga mos bo'lish kerak seriyada har bir harakat. Gol urgan o'yinchilar qatoriga yozildi. Mana bu tarzda. Qo'qon ham hech narsa yo'qotmadi. Tur 5. Abdurahimov gol ura olmadi, bo'ldi. Bunyodkor yo'q, yana darvozabon xato qildi. Darvozabon chiqib ketdi. Varni ko'ring deyapti. Var bilan suhbatlashadi. Darvozabonlar olmoqchi. Bahrom hozir kadrga ko'rsatish kerak edi Abdurahimovni. Mana qanchalik xursand bo'lib ketdi. Men sabab bo'lyapman. Qo'qon 1912 chorak finalga chiqa olmayapti deb hozir xafa bo'lgan. Ozgina chiqib ketgan bu yerdan. Qanaqa? Bilmadim lekin. Bilmadim, yordamchi hakam. Xo'p, varda hal qilinsin. Bo'ldi. Hech qanaqasiga biz bu yerda e'tiroz bildirmaymiz. Hammasini hakamlar hal etishyapti. Qayta teptiradi ichkariga. Tepilayotganda var bor bu. Seriyani ham shunaqa varlar bilan ko'rsak, o'zim bo'ldi. Toza deb hisoblandi. Darvozabon chiziq ustida turgan ekan zarbagacha va var yordamida bu hisoblandi. Ha do'stlar, Bunyodkor mehmondan chiroyli g'alaba bilan qaytyapti, lekin bu qiyin, bu mashaqqatli. Qarang, murabbiylar, futbolchilar hamma bayram qilyapti. Bu xursandchilik ortida katta mehnat yotibdi. Bugun Qo'qonning kuni bo'lmadi. Qo'qon mag'lub bo'ldi, lekin zo'r o'ynadi. Mardonavor o'ynadi, zo'r o'ynadi. Omad ularga kulib boqdi.